Do'stlik dillarni dillarga, yurtlarni yurtlarga bog'lovchi rishta, millatlarni oqibatga, xalqlarni totib yashashga chorlovchi qudrat. Chin do'stlik millat tanlamaydi, sarhad bilmaydi. O'zbekiston millatlararo hamdo'stlik vatani. Bir-biriga o'zaro hurmat, e'zoz va ehtirom ko'rsatib yashayotgan 130 dan ortiq millat va elatlarga bag'rini keng ochgan aziz yurt. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan yurtimizda 30-iyul Xalqlar do'stligi kuni sifatida keng nishonlanib kelinadi. Sana munosabati bilan joriy yilning 23-31-iyul kunlari mamlakatimiz bo'ylab do'stlik festivali tadbirlari bo'lib o'tadi. Millatlararo munosabatlar qo'mitasi hamda qator tashkilotlar hamkorligida o'tkaziladigan festival doirasida bir hafta davomida yurtimizning barcha viloyatlari va Toshkent shahridagi nufuzli san'at saroylari, konsert zallari, tomosha maydonlari va so'lim xiyobonlarida turli madaniy va ma'rifiy, ilmiy amaliy kabi qiziqarli bayramona tadbirlar o'tkaziladi. Do'stona ohangda kuylangan konsert dasturlari, adabiyot olamida milliy va umummilliy qadriyatlar tarannumi aks etgan badiiy asarlar tarifi haftalik bezagi bo'ladi. Do'stlik festivali dunyo ahlini totuvlik va hamjihatlik haqida jiddiy o'ylashga chorlovchi tashabbus. Ushbu tashabbusni siz ham biz bilan qo'llab-quvvatlang, kuzatib boring, festival ishtirokchisiga aylaning. Do'stlik ko'priklari mustahkam bo'lsin.